Fıkkı ting 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 ting. Dada men siz 300 bin dollardan asrab qoldim. Zarar ko'rganda yerni nimani boshlading? 120 mashinasida kelyaptiruvdim. Svetoforda BMW turgan ekan 300 bin dollarli. Shunda o'nga bordim. Voy mana desa o'g'lim. Urmadim. Malibuga borib soldim. Yo dada yangilik bor. Nima yangilik? Previzrishon bo'lib ketdi. Cristiano! Ha zarar ko'rganda. Sorry dada, inglizchada sorry bo'ladi. Penalti a favore Real Madrid. Nima bu? Dada suv quyamanda superkile quyib yuboribman. Dada mana nima? Yangi xaladelni oldim ro'zg'orga deb. Shuni oldi o'ralashmang iltimos, qoch oyoqqa. Dada internetda ko'rganman. Bularchi konkurs o'tkazishyapti. Bitta xaladelnik sotib olsangiz, ichidan bunday stiker chiqadi. Bunday o'chirsangiz kod chiqadi. Kodini Telegramga o'tib, ro'yxatdan o'tib olsangiz, ikkita Damas yutib olishingiz mumkin. Bitta Cobalt, bitta Onyx ki har oychi rosa ko'p xaladelniklar o'ynashyapti. Siz ham mashinalardan bittasini yutib olasiz. Dada valnadagilarga ayting yana bitta xaladelnik bersin.